Assalomu alaykum hammaga. Keling bir vaziyatni tasavvur qilamiz. Aytaylik, sizning kompaniyangiz biror uskunani 10 yil ishlatamiz deb sotib oldi, lekin oradan 3-4 yil o'tgach birdan ma'lum bo'ldiki, yo'q, bu uskuna buncha xizmat qilmas ekan, ancha kamroq. Xo'sh, nima qilasiz? Orqaga qaytib, o'tgan yillardagi hisobotlarni to'g'rilab chiqasizmi? Bugun biz aynan mana shu qaltis savolga IFRS 16 standarti nima deyishini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, bugun nimalar haqida gaplashamiz? Avvaliga muammoning o'zini yaxshilab tushunib olamiz, keyin ES16 ning eng asosiy, aytish mumkinki, oltin qoidasi bilan tanishamiz. Undan so'ng BCO degan klassik misolni tahlil qilib, nazariyani amaliyotda ko'ramiz. Va albatta, bu qoida yana qanday vaziyatlarda qo'l kelishini o'rganib, eng muhim xulosalarni chiqaramiz. Demak, boshladik. Bilasizmi? Buxgalteriyada umuman biznesda hamma narsa bashoratlarga, ya'ni taxminlarga quriladi. Biz biror aktivni olganda, bu bizga falon yil xizmat qiladi deymiz yoki ishlatib bo'lgach bunchaga sotsa bo'ladi deb o'ylaymiz. Lekin hayot bu hayot, to'g'rimi? Vaqt o'tishi bilan yangi ma'lumotlar paydo bo'ladi va bizning dastlabki taxminlarimiz o'zgarishi bu mutlaqo normal holat. Va mana shu nuqtada eng asosiy savol paydo bo'ladi. Xo'p, taxminimiz o'zgardi. Endi nima? O'tgan yillardagi hisobotlarni ochib, amortizatsiya xarajatlarini yo'q, biz adashgan ekanmiz deb qaytadan hisoblab chiqamizmi? Bu shunchaki bir savol emas. Chunki bu savolning javobi kompaniyaning o'tgan yillardagi foydasiga, soliqlariga, hammasiga ta'sir qilishi mumkin. Juda jiddiy masala. Xo'sh, standart bu vaziyatda nima deydi? Keling, IAS 16 ning bu boradagi eng muhim qoidasini ko'rib chiqamiz. Bu qoida ishonish shunaqangi soddaki, lekin ayni paytda juda kuchli. U barcha chalkashliklarga bitta chiziq bilan nuqta qo'yadi. Lekin qoidaga o'tishdan oldin bir narsani aniqlashtirib olaylik. Baholashdagi o'zgarish nima o'zi? Bu sizning aktivni ishlatish muddatingiz, tugatish qiymatingiz yoki hatto amortizatsiya usulingizni yangi ma'lumotlar sababli qayta ko'rib chiqishingiz degani. Eng muhim joyi shundaki, bu xato emas. Bu o'tmishda adashganingizni tan olish emas. Bu kelajak uchun yanada aniqroq prognoz qilish xolos. Va mana o'sha mashhur oltin qoida. Qoida juda oddiy. Biz o'tmishni o'zgartirmaymiz. Tamom, vassalom. O'tgan yillarda nima hisoblangan bo'lsa, shundayligicha qoladi. Unga tegilmaydi. Barcha o'zgarishlar faqat bugundan boshlab va kelajakdagi davrlarga ta'sir qiladi. Professional tilda buni istiqbolli qo'llash deyiladi. Nega deysizmi? Chunki bu hisobotlarning ishonchliligini saqlaydi va kimdir o'tmishdagi raqamlarni o'zgartirib, natijalarni chiroyli ko'rsatishiga yo'l qo'ymaydi. Yaxshi, nazariy tushunarli. Lekin raqamlar bilan ko'rmaguncha to'liq anglash qiyin. Keling, buni amalda qanday ishlashini ko'rish uchun klassik bir misolga, ya'ni B-Conkeys'ga sho'ng'iymiz. Demak, vaziyat mana bunday. BCO kompaniyasi 2002-yil 1-yanvarda $80,000 bir uskuna sotib olgan. Dastlabki reja 10 yil ishlatish. Lekin oradan roppa-rosa 3 yil o'tib, 2005-yilning boshida ular tushunishdiki, bu uskunaning qolgan umri atiga 4 yil ekan. E'tibor bering, 7 yil emas, 4 yil. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Bu masalani yechish uchun jarayonni 3 ta juda oddiy qadamga bo'lib olamiz. Shu 3 ta qadamni bilsangiz, bunaqa masalalarni bemalol yecha olasiz. Birinchi qadam, biz o'zgarish sodir bo'lgan kungacha o'tgan davr uchun, ya'ni 3 yil uchun qancha amortizatsiya hisoblanganini topib olishimiz kerak. Bu o'tmish, esingizdami? Hisoblash juda oson, to'g'rimi? $80,000 ni 10 yilga bo'lsak, yiliga $8,000 dan to'g'ri keladi. 3 yil o'tdi, demak 8,000 ni 3 ga ko'paytiramiz va $24,000 jami amortizatsiya topamiz. Mana shu summa o'tgan 3 yilning hisobotlarida allaqachon aks etgan. Bunga tegmaymiz. Ikkinchi qadam, endi bizga o'sha o'zgarish sanasi, ya'ni 2005-yil 1-yanvar holatiga aktivning balansdagi, ya'ni qoldiq qiymati kerak. Bu bizning yangi start chizig'imiz bo'ladi. Buni topish ham juda oson. Dastlabki narx $80,000. Undan hozirgacha hisoblangan jami amortizatsiya, ya'ni $24,000 ni ayirib tashlaymiz. Shunda bizda $56,000 qoladi. Bu aktivning bugungi kundagi kitobiy qiymati. Mana shu $56,000 biz uchun eng muhim raqam. Barcha keyingi hisob-kitoblarimiz aynan shu raqamdan boshlanadi. Bu bizning yangi start nuqtamiz. O'tganni unutamiz va shu yerdan oldinga yuramiz. Va nihoyat, 3-yakuniy qadamimiz. Endi biz kelajak uchun yangi yillik amortizatsiya miqdorini hisoblashimiz kerak.
Qarang, qanchalik mantiqli. Bizda 56 ming dollarlik qoldiq qiymat bor va biz bu aktiv yana 4 yil xizmat qilishini bilamiz. Demak, 56 mingni 4 ga bo'lamiz va yiliga 14 ming dollar degan yangi amortizatsiya xarajatini olamiz. Bo'ldi, masala yechildi. Xo'sh, nima o'zgardi? Oldin har yili 8 ming dollardan xarajat hisoblanayotgan edi. Endi 2035-yildan boshlab har yili 14 ming dollardan hisoblanadi. Ko'ryapsizmi? Biz o'tmishga umuman teginmadik. Shunchaki kelajakdagi rejani yangiladik. Mana shu oltin qoidaning amaldagi ko'rinishi. Juda yaxshi. Lekin bu qoida faqat aktivning xizmat muddati o'zgarganda ishlaydimi degan savol tug'ilishi mumkin. Aslida esa yo'q. Bu prinsip ancha keng qamrovli. Qarang, bu o'tmishga teginma, bugundan boshla degan mantiq yana bir qancha holatlarda ishlaydi. Masalan, siz amortizatsiya usulini o'zgartirishga qaror qildingiz. Aytaylik, to'g'ri chiziqlidan kamayib boruvchi usulga o'tdingiz. Yoki aktivning bozor qiymati keskin tushib ketdi va siz qadrsizlanish zararini tan olishingiz kerak bo'ldi. Hamma holatda prinsip bitta. O'sha kundagi qoldiq qiymatni olasiz va yangi qoidalar bilan oldinga qarab yurasiz. Xo'sh, keling. Bugungi suhbatimizdan eng asosiy xulosalarni chiqarib, bizni oldinda nima kutayotganiga bir qarab qo'yaylik. Agar bugungi tahlildan faqat bitta narsani eslab qolishingiz kerak bo'lsa, u mana bu. Aktivni baholashda biror taxminingiz o'zgardimi? Vahima qilmang. Orqaga qarab, eski hisobotlarni tiklash shart emas. Shunchaki stop tugmasini bosing, bugungi kundagi qoldiq qiymatni oling va shu nuqtadan yangi reja bilan oldinga qarab yuring. O'tmish o'tmishda qoldi. Lekin bu bizni juda ham qiziq bir savolga olib keladi. Biz hozirgacha faqat aktivning qiymati kamayishi, eskirishi, xizmat muddati qisqarishi haqida gaplashdik, to'g'rimi? Lekin dunyoda teskarisi ham bo'ladi-ku. Tasavvur qiling, aktivning qiymati nafaqat kamaymaydi, balki aksincha osmonga ko'tarilib ketadi. Masalan, bir necha yil oldin arzimagan pulga olingan yer yoki bino bugun bir necha barobar qimmatlab ketgan bo'lsa-chi, buxgalteriya bunga nima deydi? Ana shu savolga javobni esa keyingi tahlilimizda birgalikda izlaymiz.